Azamat, yaxshi bilasiz, bolaligimizdan nonning uvoq ham non degan hikmatli so'zlarni eshitib katta bo'lganmiz. Ammo bugun bu maqol qadrini yo'qotdimi yoki odamlar to'qlikka sho'xlik qilyaptimi? Ayni haqiqat bu savol ko'pchilikni o'ylantirayotgani ham bor gap. Bejiz bu maqolni biz esga olmadik. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentda oyiga 90 tonnaga yaqin haqiqatga yaqin muxbirimiz holatni o'rganish uchun poytaxtimizdagi chiqindi yig'ish shoxobchalarida bo'ldi. Ko'chalarda non ushog'ini ko'rib qolsak, uni changini puflab, ko'zga surtish u yoqda tursin, hattoki xonadonlarda dasturxondan bir bo'lak non yerga tushib ketsa, uni olib yemaymiz. Bu esa o'z navbatida mana bunday holga kelib qolmoqda. Axir nonning uvog'i ham non emasmi? Dunyoda minglab odamlar ocharchilikdan aziyat chekayotgan bir paytda bu achinarli holdir albatta. Ekraningizda ko'rib turgan holatga Toshkent shahrida joylashgan chiqindi to'plash shoxobchalarida o'rganish ishlarini olib borish jarayonida duch keldik. Ushbu vaziyatga biroz afsuslanib, nahotki bugun insonlar non ulug' ne'mat ekanligini unutib qo'ydimikin deb o'ylab qoldik. Achinarlisi shundaki, aholi tashlab ketgan turli chiqindilar ichida non mahsulotlarining borligi. Bir kunda shu 5 kilo, kechgacha 6 kilo non chiqadi. Juda yomon narsalarga aralashtirib chiqishadi non. Kimlargadir bu non zarur, kimlargadir ortiqcha. Shuning uchun o'zlari fikr qilib shu narsalarni yoki o'zlariga yetarli qilib olishlari kerak, yo musorga aralashtirmay oddiy yashikka tashlasalar yaxshi bo'lardi. 7 yil davomida mana ish faoliyati yurg'izaman chiqindi yig'ish maydonchasida. Har xil vaziyatlar bo'ladi. Mana musorlar bilan, axlatlar bilan qo'shib olib keladi nonni. Iltimos qilib qolamiz odamlardan. Iloji boricha o'sha belgilangan joyida tashlashini so'rab qolamiz. Shu o'rinda bir savol. Poytaxtimizda mingdan ortiq chiqindi yig'ish shoxobchalari mavjud bo'lsa, ularning har birida kuniga qancha non isrof bo'lmoqda? Umumiy hisoblab ko'rilganda-chi? Biz alohida qutilar qilganmiz. Har kuni shu mash qutilarda 2 kilo, 3 kilodan eng kamida shu har kuni chiqindiga aralashtirib, shu aholimiz nima deydi, nomahsulotlarni olib chiqib tashlaydi. Bizlarni bu yerda turgan operatorimiz bularni hammasini ajratib, nonga boshqaga ajratib turadi. Endi o'ylang, bir kunda 1000 ta chiqindi yig'ish maydonidan 3 kilodan bo'lganda qancha? 3 tonna bo'lyaptimi? Endi oyiga qancha bo'ladi? 90 tonna. Guvohi bo'lganingizdek, raqamlar anchagina katta. Bu birgina Toshkent shahridagi miqdor. Agar mamlakatimiz miqyosida olib qaralsa, bu raqamlar o'zgarishi tayin. Shuningdek, mazkur masalaga hamyurtlarimiz qanday munosabatda ekanligiga qiziqdik. Kadr ortida esa bir yurtdoshimiz qolipli non mahsuloti sifatsiz chiqayotgani uchun uvol bo'lib 2 kunga ham bormayotganini ta'kidlab o'tdi. Be'tiborligi nonga hurmatsizligi. O'shani tagida qanchadan qancha mehnat yotganini u tushunmasligi. O'shanda deb o'ylayman. Nonni uvoli juda yomon bo'ladi. Qarilarimiz shu yoshlarga ko'proq maslahat bersin. Nonlar haqida hikoyalar bor. Bolalarimizga ertaklar bor nonlar haqida. O'shalarni tavsiya qilish xohlayman bog'chadagi opalarga ham, opajonlariga ham. Bugun xalqimizga kecha-yu kunduz non mahsulotlarini yetkazib berish uchun do'kon, bozor va novvoyxonalar ishlab turibdi. Ularda qancha insonlar mehnat qilmoqda. Bu degani isrof qilaverish kerak degani emas. Shuningdek, dinimizda ham isrof qattiq qoralangan. Nimani xor qilsang, shunga zor bo'lasan degan hikmatli so'z ham bejizga aytilmagan. Sojida Shernayeva, Yusufbek Soliboyev, yoshlar.